Korotchi mana shular kelib neytralga qo'yib ruchnoy tortib mana uni ezasiz. 80 tonnaliklarda bunaqa yo'q, lekin 50 tonnalikda mana shunaqa bo'ladi. Mana o'zini ravnovesga to'g'rilab oladi. Ezib tursangiz mana narsa chiqib turib o'zini ravnoves qiladi. Uni yonib o'chayotgan to'xtaydi, uni ezib tursangiz. Keyin qo'yib yuborasiz. Keyin mana bu oyoqlar chiqadigan, oq bilan ko'rsatib qo'yibdi. Ko'rdingizmi? Oq bilan ko'rsatib qo'yibdi. O'shani tepaga bosasiz. Mana chiqaradi mana strelka. Ikkalasini ham oyog'ida ham, yonga ham, pastga ham chiqaradigan. Ikkalasini tepaga ezib qo'yib turib, qaysi oyoq kerak bo'lsa chiqarasiz. Eziqli qolib ketadigan bo'lsa, esingizdan chiqib mana shunaqa zvuk chiqaradi. Ikkalasini ham o'rtaga qilib qo'ysangiz, zvuk to'xtaydi. Mana qolib ketgan, ezilib qolib ketgan paytda shunaqa ogohlantiradi-da. Ikkalasini tepaga ezib qo'yib turib, mana qaysi oyoq kerak bo'lsa o'shani chiqarasiz. Bosib tursangiz, mana oyoq chiqyapti mana. Ko'proq obrat bersangiz tezroq chiqadi. 10 mingda. Zildan tez chiqadi. Ikkitadan, bittadan 4 tasini chiqarsangiz ham bo'laveradi. Mana ikkinchisini chiqaradi. Orqadagi. Chiqib bo'ldi. Bu yoqdagilar. Ikkitadan chiqarsangiz ham bo'laveradi. Mana ikkilasini birdan bosib. Mana chiqyapti. Maskanamashda chiqadi ekan, to'rtalasi ham. Endi oyoqlarni yonga chiqarib oldik, to'rtalasini ham. Mana uni pastga ezib qo'yasiz mana. Silindr chiqadi, lapalar anaqasi. Pastga bosasizda qaysi kerak bo'lsa bitta-bitta tushiraverasiz mana. Masalan, mana chetdagi. Boyaga mana uni bossak, faqat mana unda o'zgaradi. Bu oyoqni kirgizadi, bu ana silindrni chiqarib kirgizadi. Pastga ezib qo'yasiz, uni bossangiz chiqadi mana silindr. Silindr chiqadi. To'rtalasi ham xuddi shunaqa. Mana shunaqa qilib turib chiqarasiz. Keyin ravnovesga qo'yasiz. Bo'lmaydi undamasiga. Korotchi shunaqa. Buni ma'nosi endi yig'amiz qaytarib Shuhrat. Silindrni kirgizadi tepaga. Uni tepaga ezib qo'yasiz. Ammo pastga ezargansiz. Pastga ezasiz mana. Strelkani tepaga ko'rsatib qo'ygan. Uni chiqaradigan, pastga ko'rsatib qo'ygan, uni tepaga ko'rsatib qo'ygan. Kirgizadigan. Ko'rsangiz, kirgizyapti. Silindrni kirgizib olasizda. Oxirigacha. Keyin uni tepaga ezasiz. Nimalarni kirgizadi, lapalarni. O'rtani bossangiz ham bo'ladi, ikkita kirgizsangiz ham bo'ladi. Biz ikkita bosib kirgizamiz. Qiynalmaydik. Mana bilan orqadagi ikkalasi. Ikkalasi ham kirib oldi. Bu ikkalasini. Kirdi. Ikkinchisi joyiga keldi. Korotchi, keyin buni o'rtaga qilib qo'yasiz, neytralgaga. Mana uni boya ravnovesga o'tirgizdik-ku, buni qaytarib turgizamiz endi. U o'zining holiga keladi. O'zining holiga keldi, endi yurishga bo'ladi. Ruchnoy bo'ladi. Bosasiz, mana avtomat korobka shu har doimgidek orqaga qo'yib orqaga ketasiz. Shunaqa. Keyin mana nimaga o'tirg'izib bo'lgandan keyin ravnovesga mana nimani ravnovesga olib kelasizda. O'rvinga, o'rtaga olib kelgandan keyin
kompyuterni yoqasiz. Kompyuter yoqiladi mana bu. Kompyuterni yoqgandan keyin mana oyog'ida rasm turibdi mana. Oyoqni bosasizda, uni saqlanib qilasiz. Saqlanib qilgandan keyin mana yerda nimasi bo'ladi mana. Qozig'ini, поворотni to'xtatib turadigan qozig'i bo'ladi. O'sha qozig'ini tepaga ko'tarib qo'yasiz mana. Pastga chiqsangiz ham qoziq blokirovkasida